Xalq zapravkalarda pulini bankomat orqali kartaga o'tkazayotganda foiz olmasin deyapman. Men buni shaxsan hozir mana shu joyda prezident janoblariga ham murojaat qilib aytmoqchimanki, mana shuni qonuniy asosda xalqning manfaatiga ya'ni o'zgarishiga yordam bering. Ya'ni o'sha bankomatlardagi foizni olib tashlash kerak. Yoki zapravkalarni o'ziga xos karta chiqarish kerak. Zapravkalarni o'ziga xos. Mana xalq tarafini olyapman. Xalqqa to'g'ri narsani ya'ni ishlashini harakatni qilyapman. Qilganmisiz shu kungacha deyapti ba'zi. Qilganmanmi? Ko'p bunaqa narsalarni ko'p aytganman. Xalqqa manfaati bor kerak bo'lgan narsalarda. O'sha ba'zi odamlar ham gapirgan, men ham chiqib murojaat qilganman. Palasa bossa, ishtirof kelaverdi, xalq joniga tegib ketdi. O'zimni ham jonimga tegib ketdi. Iltimos qildim, palasani bossa, hech joyda ishtirof yo'q. Shu palasadagi ishtirof olib tashaylik. 2025 o'rtasida olib tashaldi. Gapimiz inobatga olindi, xalqimizga foyda bo'ldi. Nima qilgansan, yo'lchivoysan? Shunaqa ishlardan nima qilgansanlar? Xalqning tarafini biz olyapmiz aslida. Sanlarga o'xshagan xalqning hissiyotini o'yin kulgi qiladiganlardan xalqni ogohlantirib, xalqning xizmatiga biz harakat qilyapmiz. Bu minnat ma'nosida emas, vazifamiz, burchimiz shu bizning. Burchimiz ma'nosida aytyapmiz. O yo'lchivoy. PR qilyapsizlar. Rasul Kusherbayevni men %100 PR qilyapti demayapman. Agar huquqiy asosga ega bo'lsa, huquqni bilsa, bu vaziyatda yutqizishligini aniq biladi. Aniq biladi, nima qilyapti bu? Sudlarni adolatsiz deb dunyoga e'lon qilishmi maqsadi? Xalqning hissiyotiga o'ynab baribir yutqizishligi aniq, xalqni qarorlarga, farmonlarga qarshi qo'yishmi bu? PR-mi bu? Nima bu? deb savol berdim men. Haqqim bormi? Haqqim bor. Mantiqiy asos yo'q deyapti. Mantiqiy asosi ayni turibdi bizda. Sanlarda mantiqiy asos yo'q. Bismillah. Xo'p. Shularni ham aytib qo'yay dedim. Biz bilganimizni qo'limizdan kelganicha, vaqtimiz yetganicha aytib kelyapmiz. Bugun kechasi ham ertalabgacha, bomdodgacha suhbat qilganmiz. Biz ijtimoiy tarmoqlarda bizdan savol so'ragan xalqimizga bilganlarimizni aytib kelyapmiz. Ogohlantirish kerak bo'lgan narsalardan ogohlantiryapmiz.